Ba'zan bir uy buzilishi uchun qichqiriq ham kerak bo'lmaydi. Ba'zan faqat bir kechikish, bir sovuq beparvolik, bir aytilmagan ranjish yetadi. Bu voqea aynan shuni ko'rsatadi. Eng katta fojialar ko'pincha tasodif ko'rinishida kirib keladi. Lekin tagida yig'ilib yotgan og'riq, e'tiborsizlik va ichdan chirigan munosabatlar bo'ladi. Birinchi qism shu bilan boshlanadi. Nozima uyqudan uyg'onganida yonboshida eri Farhod yo'q edi. U yana bir tunni yolg'iz o'tkazgandi. Qorni biroz og'riyotgandek edi. Lekin u buni homiladorlikdagi oddiy belgilarga yozib, o'rnidan turdi. U hali bilmas edi, aynan shu ertalab uning hayotini butunlay o'zgartirib yuboradigan kun bo'lishini. Nozima oshxonaga tushganda qaynonasi Sohiba allaqachon nonushta tayyorlab qo'ygan edi. Sohibaning yuzida tabassum bor edi, lekin bu tabassum hech qachon iliq bo'lmasdi. Bu ko'proq nazorat qilayotgan odamning jilmayishi edi. Ertalabdan turib yuribsan, dedi Sohiba choynakni qo'yib. Farhod erta chiqib ketdi, ishi bor dedi. Nozima hech nima demadi. U faqat bosh irg'ab stolga o'tirdi. Ichida nimadir g'ijillayotgan edi, lekin u bu tuyg'uni bosdi. U har doim bosardi. Chunki yaxshi kelin bo'lish uchun ko'p narsaga chidash kerak deb o'rgatishgan edi. Sohiba uning yoniga o'tirib qattiq tikildi. Sendan bir gapim bor, dedi qaynonasi ovozini pasaytirib. Farhodning ishi og'ir, u charchab keladi. Unga qo'shimcha tashvish kerak emas. Bolani saqlash kerak, ha? O'zingni ehtiyot qil. Nozima yutunib qo'ydi. U hech qachon yetarlicha ehtiyot emasdi. Hech qachon yetarlicha yaxshi emasdi. U faqat bosh irg'ab choyni ichdi. Ichkarida esa nimadir sinayotgan edi. Keyin Nozima xonasiga chiqdi va uzoq vaqt deraza oldida turdi. U ko'chada bolalarni o'ynayotganini ko'rdi va qorniga qo'lini qo'ydi. Farzandim, deb o'yladi u. Sen kelasan va hammasi yaxshi bo'ladi. U shu orzu bilan nafas olardi. Shu orzu bilan ertalab turardi. Shu orzu bilan bu uyning og'ir havosiga chidardi. Ammo o'sha kuni uning tanasi boshqa qaror qildi. Kunning ikkinchi yarmida Nozimaning qornidagi og'riq kuchaydi. Avvaliga u o'tirib o'tib ketadi deb o'yladi. Keyin og'riq orqasiga qaytmadi. Aksincha, tobora zo'rayib bordi. U yordam so'ramoqchi bo'ldi, lekin qaynonasi tashqarida edi. Farhod esa ishda edi. U telefonga qo'l uzatdi va Farhodga qo'ng'iroq qildi. Bir marta, ikkinchi marta, uchinchi marta. Hech kim javob bermadi. Nozima egilib, nafas olishga urindi. Qo'rquv uning yuragini muzdek ushladi. U yana bir bor terdi. Bu gal onasiga. Onasi birinchi qo'ng'iroqdayoq ko'tardi. Qizim, nima bo'ldi? Dedi onasining ovozi bezovta. Onajon, dedi Nozima arang eshitilib. Qornim qattiq og'riyapti. Farhodga yetolmayapman. Onasi bir zum jim qoldi. O'sha bir zum Nozimaning onasi yetib kelganida qizining rangi oqarib ketgan edi. U qo'rqardi, qo'llari titrar, lekin yig'lamasdi. Chunki yig'lasa, onasi ham yig'laydi deb o'ylardi. Onasi uni tezda mashinaga o'tkazdi va kasalxonaga jo'nadi. Yo'lda Nozima qo'lini qorniga qo'yib, ichidan duo o'qidi. Yaxshi bo'l deb takrorlardi u. Sen keraksan, menga keraksan. Kasalxonada shifokorlar uni tekshirishga olishdi. Onasi koridorda qoldi. 1 soat o'tdi, 2 soat boshlandi. Nihoyat shifokor chiqdi va uning yuzini ko'rgan onaning yuragi to'xtab qoldi. Shifokor hech nima demadi, faqat bosh chayqadi. Ona devorga suyandi, tizzasi bukilib ketdi. Nozima esa palatada yolg'iz qoldi. Uning qorni endi og'rimasdi, faqat ichida bo'shliq bor edi. Va o'sha bo'shliqdan hech qachon to'lmaydigan bir ovozsiz faryod chiqardi. Farhod kasalxonaga 1,5 soatdan keyin yetib keldi. Uning yuzida qo'rquv va ayb aralash ifoda bor edi. U palataga kirdi-yu, lekin qarshisida turgan ayolni tanimasdi. Nozima unga qaradi. Bu qarashda g'azab ham bor edi, dard ham, lekin eng ko'pi sovuq bir umidsizlik. Farhod uning oldiga bordi, qo'lini qo'ymoqchi bo'ldi. Nozima qo'lini tortib oldi. U gapirishga ham ojiz edi. Chunki aytadigan so'zlar juda og'ir edi. Agar aytsa, o'sha so'zlar havoda qotib qoladi va hech qachon erimasdi. Kechirasiz, dedi Farhod arang eshitilib. Men kechikdim. Qo'ng'iroqlaringni ko'rmabman. Nozima lablarini qisdi. Uning ko'zlaridan yosh oqardi, lekin u jim turdi. U shu 1,5 soat ichida butun bir umrni qayta o'ylagandi. Qancha vaqt u bu uyda jim turdi.
Qancha vaqt u yaxshi kelin bo'lish uchun o'zini bosdi. Qancha vaqt u o'tib ketadi deb o'yladi. Endi hech narsa o'tib ketmasdi. Faqat o'sha yo'qotilgan farzandning soyasi abadiy ularning orasida turardi. Sohiba kasalxonaga kelganida uning birinchi gapidan Nozimaning yuragi yana bir marta sindi. U palataga kirib kelib, avvalo o'z o'g'liga qaradi, keyin keliniga qaradi. "Qizim, hammasi Xudoning irodasi", dedi Sohiba quruq ovozda. "Sen tushkunlikka tushma. Yana farzandli bo'lasiz." Nozima bu so'zlarni eshitib ko'zlarini yumdi. U nima deyish mumkin edi? "Men bir farzandimni yo'qotdim. Buni iroda deb qanday ayta olasiz?" demoqchi edi, lekin demadi. Chunki aytgani bilan biror narsa o'zgarmasdi. Sohiba bu gapni yomonlikdan aytmagan. U ham bir vaqtlar farzand yo'qotgan. Ammo o'sha og'riq uni yumshoq qilish o'rniga toshga aylantirgan edi. U kelinidan ham o'sha tosh bo'lishni kutardi, chunki boshqa yo'lini bilmasdi. O'sha kuni kechqurun Nozimaning onasi qizini uyga olib ketmoqchi bo'ldi. Farhod bunga qarshi chiqmadi, chunki nima deyishini bilmasdi. Ona qizini mashinaga o'tkazarkan, uning boshini silab, "Bir hafta onangnikida dam ol", dedi. "Keyin hammasini hal qilamiz." Nozima hech nima demadi. U orqa o'rindiqda o'tirarkan, derazadan tashqariga qaradi. Kechki shaharning chiroqlari miltillab o'tib ketardi. U har bir chiroq o'chgan sari o'zidagi bir umid ham o'chayotgandek his qildi. U onasining uyiga ketayotgan edi, lekin aslida u umuman boshqa joyga, hech kim topa olmaydigan yolg'izlik sari ketayotgan edi. Chunki endi u nimani yo'qotganini bilardi. Nafaqat farzandni, balki o'sha uyga bo'lgan so'nggi ishonchni ham. Ikkinchi tomonda esa butunlay boshqa voqea rivoj topdi.